Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiyalar oshirilishi bo'yicha qaror qabul qilindi va bu masala endi ko'pchilik oilalarning real daromadiga bevosita ta'sir qiladi. Bu faqat pensionerlar uchun emas. Pensioner ota-onasiga qarashayotgan farzandlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, ijtimoiy nafaqa oluvchilar va ertaga pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan har bir odam uchun ham juda muhim. Men bu videoda sizga pensiya o'sishi nimani anglatadi? Kimlarning puli ko'payadi? Kimlar kutgandan kamroq olishi mumkin? Qaysi holatlarda albatta tekshirtirish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Va xato qilmaslik uchun nima qilish lozimligini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p muammo aynan mayda ko'ringan, lekin pulga ta'sir qiladigan nozik joylarda chiqadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar har bir xonadonga kerak bo'ladi. Avval qanday edi? Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiya miqdori oshirishini kutib yashardi. Narxlar ko'tariladi. Dori-darmon qimmatlashadi. Kommunal to'lovlar ortadi. Oziq-ovqat xarajatlari ko'paydi. Lekin pensiya miqdori bir muddat o'zgarishsiz qolsa, odamning qo'lidagi pulning real qiymati pasayadi. Masalan, bir pensioner oyiga 20 million 200 ming so'm pensiya olsa, lekin bir yil ichida dori-darmon, non, yog', go'sht, yo'l haqi va boshqa zarur xarajatlar sezilarli oshsa, u pensioner qog'ozda o'sha pulni olayotgandek ko'rinadi. Lekin amalda kamroq narsa sotib ola boshlaydi. Endi nima o'zgardi? Qaror qabul qilingani shuni anglatadiki, belgilangan tartibda pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar miqdori qayta ko'rib chiqiladi. Bu oshirish odatda bazaviy miqdorlar. Eng kam pensiya, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi va boshqa turdagi to'lovlarga turlicha ta'sir qilishi mumkin. Muhimi, hamma bir xil summaga bo'yib ketadi. Degan noto'g'ri tasavvur bo'lmasligi kerak. Har bir fuqaroning pensiyasi uning ish staji, rasmiy ish haqi, hisoblangan sug'urta badallari, imtiyozlari, pensiya turi va avvalgi hisob kitobiga bog'liq. Men ko'p odamlar orasida bir xatoni ko'raman. Hamma pensiya oshsa, mening pensiyam ham falon foizga avtomatik ko'payadi deb o'ylashadi. Aslida ko'p hollarda oshish avtomatik bo'ladi. Ya'ni odam pensiya jamg'armasiga alohida ariza bermaydi. Lekin hamma holatda ham bu yetarli emas. Agar sizning mehnat daftarchangizda biror davr hisobga olinmagan bo'lsa, arxiv ma'lumotlaringiz topshirilmagan bo'lsa, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarda xato bo'lsa, siz oshirilgan pensiyani olasiz, lekin asli olishingiz mumkin bo'lgan miqdordan kamroq olishingiz ehtimoli bor. Asosiy qism 1 nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda pensiya oshirilganda qaysi toifadagi fuqarolarga ta'sir qilishini tushunib olaylik. Yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, ayrim ijtimoiy nafaqa oluvchilar va belgilangan minimal to'lovlarga bog'langan fuqarolar bunday o'zgarishdan manfaatdor bo'lishi mumkin. Lekin har birining hisoblanish usuli alohida. Masalan, birinchi holatni olaylik. Otaxon 68 yoshda 35 yil rasmiy ishlagan, zavodda ustalik qilgan. Uning pensiyasi ish staji va o'rtacha ish haqidan kelib chiqib hisoblangan. Agar umumiy pensiyalar oshirilsa, uning pensiyasi belgilangan koeffitsient yoki indeksatsiya tartibiga asosan oshiriladi. Agar otaxon hozir 1 million 800 ming so'm olayotgan bo'lsa, oshirishdan keyin bu summa belgilangan foizga yoki yangi tartibga ko'ra ko'payadi. Lekin agar uning 1990-yillardagi ish joyidan ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilmagan bo'lsa, pensiya bazasi aslida pastroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda faqat umumiy oshirishni kutib o'tirish yetarli emas. Eski hujjatlarni tiklash ham muhim. Ikkinchi misol. Bir ayol 60 yoshda 22 yil ish stajiga ega, lekin umrining katta qismini bolalar tarbiyasi, oilaviy parvarish, norasmiy ishlar bilan o'tkazgan. U pensiyaga chiqqanda ayrim davrlar hisobga olingan, ayrimlar esa yo'q. Uning pensiya minimalga yaqin bo'lishi mumkin. Pensiya oshirilganda minimal pensiya miqdoriga bog'liq to'lovlar ko'tarilsa, bu ayolning puli ham oshadi. Lekin u mening qo'shni ayolimniki ko'proq oshibdi, nega meniki kam deb hayron bo'lishi mumkin. Sababi qo'shnisining ish staji uzunroq, rasmiy ish haqi yuqoriroq, hujjatlari to'liq bo'lishi mumkin. Demak, faqat yosh bir xil bo'lgani uchun pensiya ham bir xil bo'lmaydi. Uchinchi misol. Nogironligi bo'lgan fuqaro pensiya yoki nafaqa oladi. Bu yerda e'tiborli jihat shuki, nogironlik guruhi, mehnat staji, nogironlik sababi. Ijtimoiy nafaqa turi va belgilangan eng kam
miqdorlar muhim rol o'ynaydi. Agar qarorda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun to'lovlar ham oshirilishi nazarda tutilgan bo'lsa, to'lov avtomatik qayta hisoblanadi. Lekin nogironlik muddati tugab qolgan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kechiksa, hujjat tizimda yangilanmagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar muddati guvohnomasi va elektron bazadagi holatini tekshirtirishi kerak. 4-misol, bo'g'uvchisini yo'qotgan oila bor. Masalan, ona 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Bu to'lov farzandlar soni, bo'g'uvchining ish staji, oila a'zolarining maqomi va hujjatlariga bog'liq. Pensiya oshirilganda ularning jami oladigan puli ham o'zgarishi mumkin. Lekin bola 18 yoshga to'lsa, o'qishni davom ettirsa yoki davom ettirmasa, kunduzgi ta'limda o'qish tasdiqlansa yoki tasdiqlanmasa, to'lov davom etishi yoki to'xtashi mumkin. Ko'pchilik mana shu joyda xato qiladi. Pensiya oshdi. Endi hammasi avtomatik davom etaveradi deb o'ylaydi. Yo'q, ayrim to'lovlar yosh, ta'lim va hujjat bilan bog'liq. Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Agar siz pensiyani muntazam olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, pensiya turi bo'yicha hech qanday muddatli cheklov bo'lmasa, ko'p hollarda oshirilgan pensiya sizga avtomatik tarzda keladi. Bunday holatda har kuni idoraga borish, navbatda turish, asabiylashish shart emas. Lekin to'lov kelganida summani tekshirish, avvalgi oy bilan solishtirish va tushunarsiz farq bo'lsa, izoh so'rash kerak. Kimlar albatta xavotir olishi va tekshirtirish kerak? Birinchidan, yaqinda pensiya chiqqanlar. Chunki dastlabki hisob-kitobda ayrim davrlar tushib qolgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida eski korxona nomlari o'zgargan, tugatilgan yoki arxivga topshirilgan ish staji borlar. Uchinchidan, pensiya juda kam chiqqanini sezayotganlar. To'rtinchidan, familiyasi, pasporti, yashash manzili, bank kartasi, nogironlik ma'lumotlari yoki oilaviy holati o'zgarganlar. Beshinchidan, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar, ayniqsa farzandlari 10 yoshga yaqinlashgan bo'lsa. Bu oshirishning odamlar hayotiga ta'sirini ham real ko'rib chiqaylik. Pensioner uchun 100 ming yoki 200 ming so'm ham oddiy raqam emas. Bu bir oylik ayrimdorlar, kommunal to'lovning bir qismi, nevaraga maktab anjomlari. Bozordan asosiy mahsulotlar olish imkoniyati degani. Lekin men doim aytaman, pensiya oshdi degani xarajatlarni nazoratsiz ko'paytirish kerak degani emas. Chunki narxlar ham harakatda bo'ladi. Pensionerlar va ularning farzandlari yangi summa kelgandan keyin oilaviy byudjetni qayta ko'rib chiqish kerak. To'g'ri. Oziq, ovqat, kommunal to'lov, qarz, favqulodda xarajatlar alohida rejalashtirilsa, oshgan pul aniq foyda beradi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hamma kutayotgan oshirish bor, lekin hamma bir xil natija ko'rmasligi mumkin. Birinchi nozik jihat, pensiya miqdori nafaqat umumiy qarorga, balki sizning shaxsiy pensiya ishingizga bog'liq. Pensiya ishi deganda sizning ish stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, imtiyozlaringiz, farzand parvarishi davrlari, harbiy xizmat, o'qish davri, arxiv ma'lumotlari va boshqa hujjatlar tushuniladi. Agar shu ish ichida xato bo'lsa, oshirish xato bazaga nisbatan qo'llanishi mumkin. Masalan, fuqaro 30 yil ishlaganman deb o'ylaydi, lekin tizimda 24 yil ko'rinadi. Nega? Chunki 6 yil ishlagan korxona tugatilgan. Arxiv ma'lumotlari vaqtida olinmagan yoki mehnat daftarchasida muhr noaniq. Natijada uning pensiyasi o'tgan yilga emas, 24 yilga qarab hisoblangan bo'ladi. Endi pensiya oshsa ham u 24 yil asosida oshadi. Fuqaro esa qaror chiqdi. Lekin mening pensiyam nega kam deb o'ylaydi. Asal muammo qarorda emas, pensiya ishidagi bazada bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, rasmiy va norasmiy ish farqi. Ko'p odamlar yillar davomida ishlab kelgan, lekin rasmiy hujjatda ko'rinmagan. Masalan, bozorda savdo qilgan, qurilishda ishlagan, fermer xo'jaligida kelishuv asosida mehnat qilgan, uyda tikuvchilik qilgan, lekin rasmiy daromad yoki sug'urta badallari aks etmagan. Pensiya hisoblanganda men ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi, hujjat kerak. Shuning uchun pensiya oshishi bunday fuqarolar uchun ham foydali, lekin ularning boshlang'ich pensiyasi past bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Minimal pensiya va individual pensiya farqi. Ayrim odamlarning pensiyasi minimal miqdorga bog'langan bo'ladi. Agar minimal miqdor oshirilsa, ular sezilarli o'sish ko'rishi mumkin. Boshqa odam esa ish staji va maoshiga qarab yuqoriroq pensiya olayotgan bo'ladi. Uning pensiyasi boshqa tartibda indeksatsiya qilinadi. Natijada ikki qo'shni bir xil foiz yoki bir xil summa kutmasligi kerak.
Buni tushunmaslik oilalarda, mahallalarda juda ko'p bosga sabab bo'ladi. 4-nozik jihat pensiya oy va to'lov kelgan oy orasidagi farq. Ba'zan qaror ma'lum sanadan kuchga kiradi, lekin to'lov bank kartasiga keyingi to'lov davrida tushadi. Ayrim hollarda qayta hisob kitob uchun texnik vaqt ketadi. Shunda odam menga o'shmadi deb vahimaga tushadi. Avval aniq sanani qaysi oydan qo'llanishini, to'lov jadvalini tekshirish kerak. Agar haqiqatan ham farq hisoblanishi kerak bo'lsa, keyingi to'lovda qo'shib berilishi ehtimoli bor. Lekin bu masalada taxmin bilan emas, rasmiy ma'lumot bilan ish qilish kerak. 5-nozik jihat bank kartasi va to'lov usuli. Pensiya oshgan bo'lsa ham, karta muddati tugagan, bank hisobida muammo bor, fuqaro boshqa hududga ko'chgan, ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa, pulni olishda qiyinchilik tug'iladi. Men ko'p hollarda ko'raman. Odam pensiya kam tushdi deb o'ylaydi. Aslida eski karta yopilgan, yangi karta faollashmagan yoki to'lovning bir qismi boshqa hisobga yo'naltirilgan bo'ladi. Shuning uchun bankdagi holatni ham tekshirish zarur. 6-nozik jihat chet elga ketgan yoki uzoq muddat yashash joyida bo'lmagan pensionerlar. Ayrim to'lovlarda fuqaroning yashash joyi ro'yxatdan o'tgan manzili, bank orqali tasdiqlanishi, ishonchnoma bilan olish tartibi muhim bo'lishi mumkin. Agar pensionerning o'zi chet elda bo'lsa, farzandi pulni ishonchnoma asosida olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tarjima, tasdiqlash va bank talablari to'g'ri bo'lishi kerak. Aks holda oshirilgan pul hisoblanadi, lekin olishda muammo paydo bo'ladi. 7-nozik jihat qarzdorlik va ushlanmalar. Ba'zi pensionerlarning pensiyasidan aliment, kredit, sud qarori, kommunal qarzdorlik yoki boshqa majburiy ushlanmalar bo'lishi mumkin. Pensiya oshsa, kartaga tushadigan yakuniy summa kutilgandan kam ko'rinishi mumkin. Odam menga oshmadi deydi, lekin aslida umumiy pensiya oshgan. Faqat ma'lum qismi ushlab qolingan bo'ladi. Bunday vaziyatda pensiya hisob varag'i bo'yicha to'liq ma'lumotnoma olish kerak. Umumiy hisoblangan summa qancha, ushlangan summa qancha, qo'lga tushgani qancha. 8-nozik jihat. Yangi pensiyaga chiqayotganlar. Agar fuqaro qaror kuchga kirgan davrda pensiyaga chiqayotgan bo'lsa, uning pensiyasi yangi miqdorlar asosida hisoblanishi mumkin. Lekin hujjat topshirish kechiksa, pensiya tayinlash sanasi va murojaat sanasi pulga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun pensiya yoshiga yaqinlashayotgan odamlar hali vaqt bor deb yurmasligi kerak. Kamida bir necha oy oldin mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar, pasport, ayen, bank rekvizitlari va boshqa zarur ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish foydali. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oxirgi pensiya tushumlaringizni solishtiring. Bank ilovasidan, bankomatdan yoki bank bo'limidan oxirgi 2-3 oy pensiya tushumini ko'ring. Avval qancha tushgan, yangi oyda qancha tushgan, farq bormi yozib oling. Faqat og'zaki eslab qolmang, aniq raqam kerak. Masalan, yanvarda 1 million Tonzeyevinning, fevralda 1 million Tonzeyevinning, martda 1 million 610 ming tushgan bo'lsa, farqni ko'rasiz. Agar qaror kuchga kirgan bo'lsa-yu, farq yo'q bo'lsa, keyingi qadamga o'tasiz. Ikkinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki har birining tartibi har xil bo'lishi mumkin. Ko'pchilik pensiya deb hammasini bir nom bilan ataydi. Lekin huquqiy jihatdan farq bor. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilganda aynan qaysi to'lovni olayotganingizni aytsangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 3-qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Asosiy hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, agar bor bo'lsa arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik holati o'lim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank karta rekvizitlari bo'lishi mumkin. Har bir holatda qo'shimcha hujjat so'ralishi ehtimoli bor. Men tavsiya qilaman, hujjatlarning asl nusxasini ham alohida papkaga solib qo'ying. 4-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Agar borishga imkon bo'lmasa, ishonchli vakil orqali, davlat xizmatlari markazi orqali yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumot olish mumkin. Murojaatda umumiy gap yozmang. Masalan, pensiyamni oshirib bering deb yozish o'rniga aniq yozing. Pensiyamning oxirgi qayta hisob kitobi bo'yicha ma'lumot berishingizni, qaror asosida oshirilgan miqdor qaysi sanadan va qanday tartibda qo'llanganini tushuntirishingizni so'rayman. Agar ish staji tushib qolgan deb hisoblasangiz.
falon yillarda falon tashkilotda ishlagan davrim pensiya hisob kitobiga kiritilgan, kiritilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. 5-qadam pensiya hisob kitobi bo'yicha yozma tushuntirish so'rang. Og'zaki javob foydali, lekin ba'zan yetarli emas. Yozma javobda sizning pensiyangiz qanday asosda hisoblangani, qaysi davrlar stagiga kiritilgani, qaysi miqdor qo'llangani, nima uchun shunday summa chiqqani aniqroq ko'rinadi. Agar xato bo'lsa, yozma javob asosida keyingi murojaatni tayyorlash oson bo'ladi. 6-qadam arxiv masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Eski korxona yopilgan bo'lsa ham uning hujjatlari arxivda bo'lishi mumkin. Tuman arxivi, viloyat arxivi, sobiq korxonaning huquqiy vorisi yuqori tashkilot yoki tegishli idora orqali ma'lumot izlash kerak bo'ladi. Masalan, siz 1915-1992 yillarda bir zavodda ishlagan bo'lsangiz, lekin zavod hozir yo'q bo'lsa, bu davr butunlay yo'qolib ketdi degani emas. Arxiv ma'lumotnomasi topilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 7-qadam, agar rad javobi olsangiz, sababini tushuning. Bo'lmaydi degan gapning o'zi yetarli emas. Nega bo'lmaydi? Hujjat yetishmayaptimi? Staj tasdiqlanmayaptimi? Ish haqi ma'lumotida muammo bormi? Muddati o'tganmi? Qonun bo'yicha asos yo'qmi? Har bir rad javobining sababi bo'lishi kerak. Sababini bilsangiz, uni tuzatish yo'lini ham topasiz. Agar hujjat yetishmasa, topasiz. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, tuzattirasiz. Agar huquqiy baz bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish masalasi ko'rib chiqiladi. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya oshishi haqidagi xabarlar chiqqanda ayrim odamlar pul ber, pensiyangni ko'paytirib beraman, tanishim bor, maxsus ro'yxatga kiritaman deb odamlarni aldashi mumkin. Pensiya rasmiy tartibda hisoblanadi. Hech kim sizdan noqonuniy pul so'rashi kerak emas. Hujjat topshirish, ma'lumot olish, qayta hisob kitob bo'yicha murojaat qilish qonuniy yo'l bilan amalga oshiriladi. Agar kimdir pul talab qilsa, ehtiyot bo'ling va bunday holatni tegishli organlarga xabar qilishdan qo'rqmang. 9-qadam, oilada katta yoshdagilarga yordam bering. Ko'p pensionerlar bank ilovasidan foydalanmaydi. SMSni tushunmasligi mumkin. Idoraga borishga qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, qo'ni-qo'shnilar yordam berishi kerak. Lekin yordam berayotganda ham ehtiyot bo'ling. Karta paroli, bank ma'lumotlari, shaxsiy hujjatlar begona odam qo'liga tushmas, eng yaxshisi. Pensionerning o'zi bilan birga borib, rasmiy joyda ma'lumot oling. 10-qadam, o'z hisobingizni yuriting. Pensiya miqdori, tushgan sana, ushlanmalar, kommunal to'lov, dorilar ro'yxati, qarzlar, oziq-ovqat xarajatlarini daftar yoki telefoningizda yozib boring. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin pulni boshqarishda katta yordam beradi. Pensiya oshgandan keyin ham rejasi sarflansa, foydasi sezilmay qoladi. Agar reja bilan ishlatilsa, oshirilgan mablag' oilaning eng zarur ehtiyojlarini qoplashga xizmat qiladi. Demak, pensiya oshirilishi bo'yicha qaror qabul qilingani juda muhim yangilik. Bu ko'plab pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy to'lov oluvchilar uchun real yordam bo'lishi mumkin. Lekin men yana bir bor ta'kidlayman, hamma bir xil summa olmaydi. Hammaning pensiyasi bir xil foizda sezilmasligi mumkin. Chunki hisob kitob har bir insonning hujjatlari, staji, pensiya turi va shaxsiy holatiga bog'liq. Sizning vazifangiz vahimaga tushmaslik, mish-mishlarga ishonmaslik, aniq raqamlarni tekshirish, hujjatlarni tartibga keltirish va zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilishdir. Ayniqsa pensiyasi kam chiqqanlar, eski ish staji hisobga olinmaganlar, arxiv hujjatlari yo'qolgan deb o'ylayotganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar va nogironlik muddati bilan bog'liq hujjatlari bor fuqarolar bu masalaga jiddiy qarash kerak. Agar sizning pensiyangiz oshgan bo'lsa, izohlarda qancha farq bo'lganini yozing. Agar oshmagan bo'lsa yoki tushunarsiz holat bo'lsa, qaysi pensiya turini olayotganingizni va muammo nimada ekanini yozib qoldiring. Keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi pensionerlarga yuboring. Chunki bugungi ma'lumot kimningdir o'z haqqini vaqtida olishi, xatoni tuzatishi va oilaviy byudjetini yaxshilashiga yordam berishi mumkin.